İlim ögünüşünün afetleri. Dünyada muvaffaqiyat qazanıp, ahirette baxtlik bolmoqchi bolsanız, ilim yo'liga mening. Lekin bu ilim yo'lida afetlar nihoyat ko'p. Birinchi afeti riyadur. Riya o'qishdan kishilarning maqtishi va shon-shuhratga sazovor bo'lishini maqsad qilishdir. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Ahmoqlar bilan jidallashish yoki olimlarga ko'z-ko'z qilish yoki kishilarning yuzini o'ziga qaratish uchun ilm o'qigan odam do'zaxga kirdi. Ikkinchi afeti cho'ngchilik qilish va o'z mabdullikdir. Mujohid mundaq deydi: Tortinchoq odam bilan takabbur odam ilm o'rganolmaydi. Uchinchi afeti hasaddir. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. Kitap berilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasaralar faqat o'zlariga ilm kelgandan keyinla o'zaro hasad qilishib, ixtilof qilishdi. Ya'ni ular bir-biriga zulm qilishdi. Hasad qilishib, bir-birini o'ch ko'rganliklari uchun haqda ixtiloflashdi. To'rtinchi afeti ilmni qo'yib, dunyo mashg'uloti va o'yin kulkilarga berilib ketish. Beshinchi afeti layoqati yo'q turib xalqning oldiga o'tib olish, olim qiyofatiga kirib olish. Chunki baldurli to'rga o'tib olish ilm olishdan to'sib qo'yadi. Bu haqda Hazrati Umar mundaq degan: Yo'l boshchi bo'lishdan burun olim bo'linglar. Oltinchi afeti bo'shanlik va hurunliqdir. Bu haqda Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Har qanday amalning qizg'inlik mezgili bo'ladi. Har qanday qizg'inlikning susilish vaqti bo'ladi. Qizg'inligi sunnatim doirasida bo'lgan kishi nijotlikka erishidi. Susilishib qilishi sunnatim doirasidan halqib ketgan kishi halak bo'ladi. Ilm yo'lini lozim tuting. Afetler sizni to'sib qo'ymasin. Yo'l to'sarlardan agah bo'ling. Alloh taolo mundaq deydi: ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. Sizlarni shayton bu to'g'ri yo'lda menishdan to'smasin. Shayton sizlarga haqiqatan oshkora dushmandir.